Assalamu alaikum qarindishim. Aleyküm selam. Rahmetullah. Sizlar o'zlaringizni bir tanishtirgan bo'lsanglar, siz kim, vatandan qayerdan? İsmim Xan Muhammed İsmail. G'o'lji To'pidangdan. Aile adresini bilasiz. G'o'lji To'pidang, İttifaq ko'cha 3-9 qo'radan. Sizningki vatandagi qarindoshlaringizdan avval qanday kimlarni bilasiz? Ular kimlar? Qarindoshlarımning biz 7 o'g'il. 7 o'g'ilning biri men chet elda. Qolgan qarindoshlarımizning nadliki, nim bo'layotganligi hozircha aloqa yo'q. Ama akir ketganda xabar bor. Bizning aşağıdaki tonuş qarindoshlar ve tonuş qo'shni-qo'limlardan so'rasak 6 yildan akirib ketganligini, Nur Mehmet, Yar Mehmet, Taş Mehmet, Abdullah, Said Ahmet, Roz Mehmet qatorliq hammasini çok yig'vaganligini dedi. Nega yig'vaganligini, nima bo'layotganligidan xabarimiz yo'q. Ular oilada ayol bolalardan-chi? Ularning ko'pining 18 ga yetib qolgan bolalari, 15 dan yuqori bolalarning hammasini yig'ib ketiglik. Qizlarning 15 kirib qolganlarni yig'ib ketiglik. Kichiklari bor, kichiklari bularning endi qayerda turadi, undan aniq xabarimiz yo'q. Ular turmadimi, kampmi? Naz kampda. Kampda. Ularning kesib ketgan unda bunday xabar olmadingiz? Yo'q. Hozir avval bilmaysiz. Hozir avvalning qanday emas, qanchalik kesildi, qanday bo'lganligidan xabarimiz yo'q. Bulardan qolgan tuqqanlaringizdan ko'rishmagan qanchalik bo'ldi? Men ko'rishmagili taxminan 2016 yilining ko'rishmadim. O'zim 2015 chiqqan, birinchi oyda. Shu 2016 yil 5-dan keyin ko'rishmadim. Hozirgacha siz chet elga chiqib qolish sababingiz qanday? Nima sababdan chiqqansiz? Chet elga chiqishdagi sababim bir xotirjam hayotga erishish, xotirjam bir hayot kechirish, zulmdan qutulish.